Assalomu alaykum. Meni kuzatib borayotgan obunachilar. Mana men sizlarga juda ham chiroyli ham osongina to'qiladigan pushistgina rezinkaga o'xshagan chokka tayyorlab qo'ydim. Qizlar, mana ko'ringlar. Buni hozir qanaqa to'qilishini tushuntiraman sizlarga. Birinchi petlalar olganinglardan keyin bitta iznanka, bitta litsevoy, bitta o'ng, bitta teskari chok olganinglardan keyin qizlar, har doim teskari chokka nakit ilib olib to'qiysizlar. Birinchi qatorni oxirigacha to'qiysizlar. Orqasini ham xuddi shunaqa. Litsevoyni litsevoy, iznankasini bo'lsa bitta nakit bilan olib to'qiyverasizlar. Har doim nakit olib to'qiganlar, ya'ni teskarisiga aylantirganinglarda uni nakidini nakit qilib to'qiyverasizlar, iznankani iznanka qilib to'qiyverasizlar. Bu juda ham oddiy chok. Mana uni to'qilishini, qanaqasini, mana qanaqa ilib olishni ko'rsatib qo'yibdi. Mana misol uchun, tak, litsevoy, iznanka, litsevoy, mana iznankani mana shunaqa qilib nakit bilan olaverasizlar qizlar. Ana o'shanda juda ham chiroyli, mana shu chokinglar pushistый chok bo'lib kelib chiqadi. Buni shapkalarga, vodolazkalarga to'qisanglar bo'ladi. Kichkina bolalarga pinyetka to'qisanglar ham qalinggina, pushistgina, xuddi rezinkaga o'xshab chiqadigan chok. Tavsiya qilaman, o'zingizlarga olinglar. Rahmat.